Namangan viloyati Davlatobod tumanidagi 42-sonli umumta'lim maktabida yuzaga kelayotgan holat ayrim o'qituvchilarni jiddiy tashvishga solmoqda. Ma'lum bo'lishicha, maktab rahbariyati tomonidan norasmiy pul yig'ish holati yo'lga qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Bu esa ta'lim dargohida halollik va shaffoflik tamoyillariga putur yetkazishi mumkin. Holatni o'rganish maqsadida manzilga borgan muxbirimiz Husniddin Hamidov mavzuni davom ettiradi. Ona tili dars o'tirmabdi. Bolalar qochib ketibdi. Nima darslari? Kim o'tadi? 10 minut o'tib ketdi-yu darsga 10 minut. Davlatobod tumanidagi 42-sonli umumta'lim maktabda faoliyat olib borayotgan ayrim ustozlarning ta'kidlashicha, maktab rahbariyati tomonidan noqonuniy pul yig'imlari nafaqat ularning moddiy jihatdan noqulay ahvolga, balki jamoadagi ishonch muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytishmoqda. Men ushbu maktabdagi 17 yillik faoliyatimda bunchalik darajada o'qituvchilardan pul yig'ib, undan tashqari o'qituvchilar sha'niga haligi haqoratli gaplari bunchalik darajada bo'lib ketganini umuman endi duch kelyapman-da. Mana shu maktab direktori zavch faoliyat boshlagandan keyin mana har bitta o'qituvchidan masalan ta'til paytida ishga xohlasang kel, xohlasang kelma deb turib, o'sha 300 ming, 400 mingdan pul oladi. Maktab remontiga deb turib har bitta o'quvchidan 30 mingdan 50 minggacha, o'qituvchilardan 200 mingdan 300 minggacha. Keyin har doim maktabga tekshiruvchi keldi deb turib 50 mingdan 100 minggacha har oyda shunaqa pul yig'ib boriladi. Endi bu pul yig'ishga maktab jamoasi o'qituvchilar o'rganib qolgan. Aslida o'rganib ketdi shekilli deb o'ylayman. Hozir qayerlarga murojaatlar qildingiz shu bo'yicha norozilik? Endi bu norozilik bo'yicha men Namangan viloyat xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Lekin murojaatlarimda mana javob xatlarini ko'rishingiz mumkin. Hammasida xuddi o'zimni yozmachi, yolg'onchiga chiqarib, hamma faktlar asossiz deb topilgani haqida mana javob xati beryapti. Axir maktab bu avvalo tarbiya o'chog'i. U yerda o'quvchilarga nafaqat bilim, balki adolat, poklik va qonunga hurmat kabi qadriyatlar o'rgatiladi. Muqaddam Ahmadaliyeva ham olayotgan maoshi ozligi sababli mazkur holatlardan norozi ekanligini bildirdi. Maktabda pul yig'ishlari ko'proq, ortiqcha pul yig'iladi ko'proq. Shundan menda ko'proq muammo bo'ladi, chunki maoshimizni arang yetkazamiz. Ozroqmi maoshingiz? 3 million, 3,5 million qo'limizga tegishi. U sinf rahbarligi bor. Darsimiz oz, kechgacha maktabga yurishimiz kerak, sinfimiz bor.